Algebra fani. Bugungi mavzuyimiz qavslarni ochish qoidalari. Ushbu mavzuda qavslarni ochish va qavs ichiga olish qoidalarini o'rganamiz. Tadbirkor ayol qo'shuv qavs ichida -73 qo'shilgan 115, qo'shuv qavs ichida -108, qo'shuv 90, qo'shuv qavs ichida -152, qo'shuv qavs ichida -65. Bu ifodada musbat sonlar bilan do'konda bor bo'lgan va do'konga keltirilgan matolar ifodalangan. Manfiy son bilan esa sotilgan matolar ifodalangan. Bu yig'indi 7 ta qo'shiluvchidan iborat. Ifodani qiymatini topish uchun musbat qo'shiluvchilarni alohida hisoblab olamiz. 200 qo'shilgan 115 qo'shilgan 90 barobar 405. So'ngra manfiy qo'shiluvchilarni alohida hisoblab olamiz. Qavs ichida -73 qo'shilgan qavs ichida -108 qo'shilgan qavs ichida -152 qo'shilgan qavs ichida -65 barobar -398. Demak, barcha sotilgan matolar 398 metrni tashkil etadi. 405 qo'shilgan qavs ichida -398 ni hisoblashimiz kerak. Sizga 6-sinf matematika kursidan ma'lumki, musbat songa manfiy son qo'shilganda moduli kattasidan moduli kichigi ayriladi va moduli kattasining ishorasi qo'yiladi. Shunga asosan 405 qo'shilgan qavs ichida -398 barobar 405 ayru 398 barobar 7. Shunday qilib, do'konda 7 metr mato qoldi. Algebraik yig'indilarga yana misol keltiramiz. Birinchi misol 5 ayru qavs ichida -3 qo'shilgan 13. Bu sonli ifoda. Ikkinchi misol 4 qo'shilgan qavs ichida -a qo'shilgan b. Bu algebraik ifoda. Endi quyidagi ifodaga e'tibor beramiz. A qo'shuv qavs ichi algebraik yig'indi qo'shiladigan bo'lsa, u holda shu algebraik yig'indidagi har bir qo'shiluvchining ishorasini saqlagan holda qavslarni tushirib qoldirish mumkin. Masalan, birinchi misol 13 qo'shuv qavs ichida 6 ayru 12 qo'shuv 3 barobar 13 qo'shuv 6 ayru 12 qo'shuv 3. Ikkinchi misol qavs ichida a ayru b qo'shilgan s barobar a ayru b qo'shuv s. Sizga 6-sinfdan quyidagilar ma'lum. -a ning qarama-qarshisi a ga teng, a qo'shilgan b ning qarama-qarshisi -a -b ga teng, a ayru qavs ichida b qo'shilgan s barobar a ayru b ayru s.
a ayru qavs ichida b minus s barobar a ayru b qo'shuv s. Bu tengliklardan qavslarni ochishning ikkinchi qoidasi kelib chiqadi. Agar algebraik ifodadan qavs ichiga olingan algebraik yig'indi ayrilsa, u holda shu algebraik yig'indidagi har bir qo'shiluvchining ishorasini qarama-qarshisiga o'zgartirilib, qavslarni tushirib qoldirish mumkin. Masalan, birinchi misol 16 ayru qavs ichida 9 ayru 14 qo'shuv 2 qavs yopiladi barobar 16 ayru 9 qo'shuv 14 ayru 2. Ikkinchi misol a ayru qavs ichida b qo'shuv s ayru d qavs yopiladi barobar a ayru b ayru s qo'shuv d. Uchinchi misol minus qavs ichida a ayru b qavs yopiladi qo'shilgan s barobar minus a qo'shuv b qo'shuv s. Ba'zi hollarda bir necha qo'shiluvchini qavs ichiga olish foydali bo'ladi. Masalan, birinchi misol 108 ayru 137 qo'shuv 37 kelgan. Shuning uchun qavs ichiga olingan barcha qo'shiluvchilarning ishoralari qarama-qarshisiga o'zgaradi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.